Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar va yurtdoshlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Hamma sog'lommi? Bugungi video murojaatim, Xudo xohlasa, ota-onamni tug'ilgan kuni. Inshaalloh, Xudo xohlasa, video davomida ko'rib boramiz. Shu endi men bir gapni aytib o'tib ketmoqchi edim. Shu oldindan. Do'stlar, masalan, biz hammamiz, ko'pchiligimiz yosh bo'lganmiz qachonlardir. Bizlara ota-onamiz necha mehr bergan, umuman hech narsa talab qilmasdan yoshligini, go'zalligini, butun borlig'ini masalan bizlara sarflab, hatto sayohatlarga chiqmay, bir o'zi uchun emas, o'zidan kechib biz farzandlari uchun, bizlar uchun jonini fido qilganlarda ota-onalarimiz. Masalan, kimlarnidir ota-onasi o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Kimlarnidir ota-onasi hayotdir. Xudoga shukr, men hozir ota-onam hayot. Allohga behisob shukr. Yoshligimizda bir sal endi hammadan bo'ladi, sal sho'xlik qilamiz, erkalik qilamiz, keyin ota-onaga sal bir nima desak bo'ladi, sal bir beboshlik qilib qo'yamiz. Hammamizdan bo'lgan yoshlikda, lekin asta-asta yoshimiz, hozir men 90-yil bo'lsam, 35 yoshda bo'lsam, asta-asta bolalarimiz katta bo'lgan sayin, bolali bo'lgan sayinimiz ota-onani tushunib bo'latirmiz-da. Asta-asta qadrini yetib, qiyinchiliklar bo'ladi, hayotimizda bo'lib kelatir. Yaxshi kunlar bo'ladi. Masalan, ishlaringiz yurishmagan vaqtlari bo'ladi, yurishgan vaqtlari bo'ladi. Bu hammadan bo'ladi deb o'ylayman. Qiyinchilik kunlar, yaxshi kunlar, yo'qchilik kunlar ham hammasi bo'lib turadi ekanda. Keyin shu vaqtda ota-onam derim ko'zim oldiga keladi-da. Demak, bizga gapira vaqti biz uchun ko'p vaqt ajratolmagan degan fikr keladi-da kallamizga. Shuning uchun biz endi tinchligimiz uchun bir o'qishimiz, yeyish-ichishimiz va hokazo shunday bir sabablar uchun, biz uchun tirikchilik uchun mehnat qilib, ota-onam masalan o'qituvchida ikkalasi. Maktabda dars berib, o'qituvchilik qilib, biz uchun ko'proq vaqt ajratolmagan. Shuning uchun biz ham yeyish-ichishimiz, yosh bola bo'lganmiz endi u paytda, bebosh. Endi oilada 5 farzandmiz. Eng kattamiz opam, bitta qiz, keyin 4 o'g'ilmiz. Eng kenjasi menman, eng kichkinasi. 3 ta akam bor, bitta opam bor. Shunaqa. Shuning uchun men nima demoqchiman? Ota-onalarimizdan ba'zi payti xafa bo'lib qolamiz. Qo'pol gapirsa, so'kinishsa, to'g'risi o'zim ham hali bugungacha ota-onam qo'pol gapirsa, so'kib gapirsa, xafa bo'lib ketaman, lekin bu asli nima desam ekan? O'zimdan ham misol olib ko'rdim-da, masalan, hamma ham shunday. Kim bo'lsa ham aytavering, kommentariyada yozib yuborishingiz mumkin. O'zingizni bolangizga yomonlik istaysizmi? Masalan, men hozir meniki emas, Alloh taoloniki, Alloh taolo berdi, Allohniki. 4 ta farzandim bor. Men ularga qo'pol gaplasam ham, boshqa qilsam, qattiq qo'llik qilsam ham, men ularga yomonlikni ravo ko'rinmanda, yaxshi bo'lsin deb qattiq qo'l bo'laman. Yo yaxshi bo'lsin deb qattiq gapiraman. Yo yaxshi bo'lsin, shu yomon bo'lmasin. Endi bu odam o'zi yomon odam bo'lmaydi dedi. Odamda yomon fe'llar bo'ladi dedi, odatlar. Ana shu yomon odatlarni to'g'rilash uchun ota-ona tanbeh beradi ekan. Qattiq qo'llik qiladi ekanda bolasini. Ana, men ham yosh vaqtimizda xafa bo'lar edik. Ota-onamiz so'ksa, qattiq qo'llik qilsa,
Xafa bolar edik-də. İndi bilməydi edik-də. Ata-ana balam yaman bolmasın, şu xarakterləri yaman, şu xarakterlərini doğullasın deb hərəkət etərik. Şunun üçün ata-analarımız, əgər ata-analarınız həyat bolsa, bizə deməli ki, elhamdülillah tirik. Şunun üçün tug'ilgan kuni Xudo xolasa təbrik layihasi qildik. Bu indi kim desə, kim nishab tushunsa tushunar, ixtiyori, lekin bir esdalik uchun masalan yana bir so'ng bolalarimiz, nelarimiz bir görüb bir desam ekan. Masalan, avval bunday imkoniyat bo'lmagan videoga olish, qadim bundan bir necha yil desam ekan. 50-60 yillar burun ota-bobolarimiz davrlarında video bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizani bir yerlarga kelmagan-da. Bir yerlarga kelmagan, Xorazm, O'zbekistonga kelmagan bo'lishi mumkin. 50-60 yil burun agar ota-bobolarimiz ham bir videoga olib netganlarida esdalik bo'lib qolar edi, ko'rib bir bag'ri dilimiz yashnab bir ota-bobolarimiz bunday bo'lgan ekan deb, tarix bunday bo'lgan ekan deb, yashash bunday bo'lgan ekan deb ko'rib bir ba'zan quvonch ko'z yoshlari, ba'zan yana bir deydi, ko'z yoshlar bilan eslab o'tirarmi edik degan maqsadda tabrik loyihasi qildik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha, Xudo xolasa men o'zim ham bir xiyolim shunday tabrik loyihasi qilsakman, lekin men prosta bir o'yin gulgunalari o'zim ham namoz o'qigandan keyin muzika qo'shiq o'yin gulgiga uncha yo'qroqman, lekin tabrik loyihasi chiroyli so'zlar, masalan so'z berilgan yerlar tabriklar, uzoq umr, yaxshi niyatlar, tilaklar bildiradigan yerlarni olib, keyin bunday bir podarka qilib, hojni ichida kitoblari bor, Qur'oni Karim. Yana shunday ishlarni podarka qilsak bo'ladi inshaalloh. Dedem degan, onam degan bir qo'shiqlarni jonli ijroda gitarada aytib qilsa bo'ladi, Xudo xolasa, inshaalloh. Qilsak bo'ladi qo'ldan kelgancha. Keyin shu gapni aytsak adam do'stlar, agar ota-onangiz tirik bo'lsa, qadrini yetib, qo'pol gaplasa yoki boshqa gaplasa, bu yomon bo'lsin deb sizni yomon qo'pollik qilmaydi ota-ona. O'qituvchilardan aksariyati balkim bilib-bilmay qo'pol gaplashi mumkin, lekin ular ham menimcha yaxshi inson, o'zidan o'zi qo'pol hech kim gaplamasa kerak deb o'ylayman. Masalan, siz yaxshi bo'lsangiz, yaxshi odamni yomon ham, yaxshi ko'radi. To'g'rimi do'stlar? Shuning uchun ota-onalarimiz agar hayot bo'lsa, qadrini yetaylik, ko'nglini olaylik, duo qilishini, duolarini olaylik do'stlar. Keyin ham aytib o'tganman, ota-onamdan yana ko'pdan beri onamga aytganman. Onamga men sizni yaxshi ko'raman deb dedamga, otamga aytib olmay yurmadim. Shu efirni Xudo xolasa ko'rsa, nur ustida nur bo'ladi. Dede, onam, dedem, oyi, sizlarni yaxshi ko'raman. Agar shu yoshga yeringcha bilib-bilmay qilib qo'ygan xato-yu nuqsonlarim bo'lsa, bilib-bilmay ko'nglingizga ozor yetkazgan bo'lsam, kim donish bilish hammadan uzr so'rayman. Barchangiz kechirishingizni so'rayman do'st. Ota-onamdan ham kechirim so'rayman. Bilib-bilmay ko'nglaringizga ozor berib qo'ygan bo'lsam, meni kechirasizlar. Allohning roziligi yo'lida meni kechiringlar. Hammadan uzr so'rayman. Shuning uchun tabrik loyihasi video davomida ko'rib boraveramiz desa, Xudo xolasa. Men sizlarni barchangizni yaxshi ko'raman. Ota-onam ham hammangizni shu obunachilar, shu obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab keltirsizlar. Barchamizni Alloh taoloning o'zi qo'llab-quvvatlag'ay. Ishlarimizga omad, sog'lik, tinchlik, xotirjamlikda shunda görüşüp bilmek nasip etavergay hammamizga.
video davomida görüp boraveramiz. Buni ko'proq do'stlaringizga, shunday qarindosh tog'alaringiz guruhlaridan tarqatib qo'yishlaringizni iltimos qilib qolaman do'st. Ertang bir gün erman bo'lib qolmasligi uchun ota-onamga shunday qilsam bo'lar edi. Pulim ham bor edi-ku. Nima uchun men qilmadim deb ertang afsus chekmaslik uchun. Hech qamiz bu pullarni u dunyoga olib keta olmaymiz. Lekin olib ketishimiz mumkin. Ota-onamizga, qarindosh do'g'onimizga, yoru birodarlarimizga, bola-chaqamizga, do'st yorlarimizga qilgan yaxshiligimiz va kambag'al beva bechoralara qilgan ehsonimizni, yaxshiliklarimizni ekitish imkoniyati bor ekan bu yoqqa. Shuning uchun faqat yaxshilikni ekitib bo'lar ekan. Demak, qo'limizdan kelsa yaxshilik qilaylik. Agar yaxshilik qilish kelmasa, yomonlik ham qilmaylik. Lekin yaxshilik qilish menimcha hammamizning qo'limizdan keladi. Bitta tabassum qilib qo'yish ham bir yaxshilik dedi. Bir cho'pni masalan yotgan bo'lsa yo'lda cho'pni olib tashlash ham bir tozalik. Tozalikni Alloh taolo yaxshi ko'radi, bu ham yaxshilik. Qo'ldan kelguncha har sekundda, har nafasimizdan ham ko'p yaxshilik qilishni tilab qolaman hammamizga. Esa video davomida ko'rib boraveramiz. Hammaga omad, ota-onalarimizni qadrina yetib, boranda qadrina yetib, ko'ngillarni olishni hozirdan boshlaylik. Esa yetdik. Hammaga omad. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Neyse, hozir doğgan günde oturgan ekanmiz yana. Tabriklaymiz hammangizni. Doğgan kunlar bilan. Ata, qani bir dilaklar bildirib berasizmi? Tabrik loyihasini. Benim bilan opamızı aramdan sütçün kaldan okuyoruz. Yaşım bilan halışanlar kaynatar kaynına sıfatta ata sıfatta çün kaldan tebrikliyorum. Kudayım bulanın bundan kendi hayatı cenneti bir işi olup ötkeyi. Bu kalanlarından acayip akıl veriyor. Kuyuk akıl veriyor. O kızlarla da karnı doğrularından şimdi akıl veriyor. Özleri hem sağlam bulup 100% adam edeklik koldan da yaşar. Varamda sürekli. Her günü, her ayını hemen acayip bulup cennet bir işine yüzleşeceğimizden yaşasın nasip edeceğiz. Hay rahmat aytganingiz. Tabii bana 65 yaşa kalanlardan çıkmayacağım tabii. Bularla yazayım boy bilen Dilan'ın ikisine doğurganı bir günde. Buraya doğurganı. İkisi koşalar tüm doğulan kümbler tuttular. Ben bundan kurtarmadım. İkinciden ben 29 yıldan beri piyasaya yaşattım. Yaşım 90'da. Bunlar hazır 3 kızım bir öyle giyimiz bir oğlum hem buraya bay piyasaya çıkarlığından şuna bulan birge yaşarlığından tutsam doğudurum ben. Şuna şu ne baktı olaylar. Hani şuna açacak adımdan selamet durumlar. Ya hoş koysam mı? Tamam, hoş ver. Ya cebe hoş koysam değil mi? Oldu. Vallahi size nima aytib bering. Doğrulan günleriniz bilen tebriklimen. Kudayım uzak yıllar şu ballarınızı, aklını verenlerinizi baktığına uzak yıllar şimdi doğrulan günlerini inşallah oturmak nasip etsin. Ailenize tinchlik hatırlayacağım bitireyim. Sağ olasın. Rahmat. İkrama. Şu hemen bunlara kocaman halda Rima 100 yaşlara girgenden şimdi kardeş doğrular bilen birlikte oturuş nasip etsin. Hemen eminde şimdi şükürler olsun. Ne arzu niyetleri olsa girişsin tilektaşımız. Aşı gepler. Rahmat. Nuraddina. Ayıma Abdülharam bir tebrikimiz.
Doğru günleriniz bilen 120 yaştan şunda oturuş nasip etsin hemmemize. Bağlana, açıklarına baktığına sağaman yürüyünle. Ömrünüz uzak olsun. Dayı. Ekemi ağanlara atken gitme, buna atken gitme. Koşuluşamız. Şu 64 yaşa girip 65'e kararına geldiler. 100 yaşa girgenden işine oturuş nasip etse emmege. Hiç kimse bunu ismedim. Oldu. Ey rahmet, aytkanınız yeye. Uğulardan başı veremsen, ene habi. Ben asmanayı veredi o, şırıp alıp asmanayı veredi. Hemen göredi. YouTube'a dediler ekanmiz, uzun günde oturgan ekanmiz. Men bulara evvelambar oilaviy baxt tilayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Shu farzandlarni, nabiralarini, aqtiq cho'liqlarni rohatini ko'rish nasib etsin Xudoyim. Uzoq yosh, 100 yoshlara, 120 yoshlara kirgaysiz. Yana hajga borib, hajota bo'lish nasib etgay. Hamisha shunday dasturxoningiz to'kin sochim bo'lsin. Hamisha o'ynab kulib yurgaysiz. İlahim yollanması boyatır bilmeyin. Şandan qaytaveramiz, hala. Qaytaveramiz. Emmemden başlayamiz. Ava tebrikliymen. Siz hem tebrikliymen. Xudoyim Allah talamdan cellim yaş so'ragan bo'lsangiz shuncha yaşa girgaysizlar. Aqtiq, cho'luq, yo'qliqlarni sevib o'tirish nasib etsin. 120 yaşlarından gelip oturgayımız nasip etsin. Sağ boğayla, aman boğayla. Ne istek kılgan bolsanız hemmesine erişkeysiniz. Ey rahmet, aytkanınız yesin. Aytın esen hala. Koymadığınızda da. Esen, ben şu devrede oturgan ekenmen, şu xonadona ajoyib gün için gelgen ekenmen. Evvela tinchlik bo'lsin, keyin ham sog'lik bo'lsin. Shu ikki narsa bo'lsa, hamma narsaga erishamiz. Bular aka sizi 18 yaşınız bilen, Reyim ağa sizi 18 yaşınız bilen təbriklayman. Xudoyim şu köp yaşlara girib, oynab gülüb şu farzandlarını kamalını görüp quvonib o'tirish sizlere nasip etsin. Sizlerin yanlarınızda, sizlerin quvonchlarınızı görüp bize quvonchlarınızda sherik bo'lib o'tirganmiz. Hamisha oynab gülüb, şu rostdan siz shoirlik nelerinizi zo'r she'rlar yozib, bundan ham adamlarni quvontirib yürüvergeysiz. Siz hem şu farzandlarınızı erdağında oynab gülüb, devri davran sürevergeysiz. İlahim, rahmet. 2 kitap çıkacak oturduk. Aytkanınız ye. Mesela şu çıkayım gel. Ben veremiz. Çıkacak. Sılala. Tebrikler. Marks'taga. Bir iki ağzım gülün. Şu ekemli apama uzatılır gen devlet. Şu ne ki oylagan niyetleri köngülde bolsa yetip yürmek nasip etkey. Şu hatar bundan kiyinem kemeymeyin yılmana vergeyimizlerin işler. İlahim. Aytkanınız ye. Ana çarşıya gideyiz. Sizin koşu veresin. Koşu veresin. Yine de olan yine oturttu zirgerler, kardeşler, mesine. Yine dilekler olsa tebrikli verirsiler gruppada. İnternette göre. Hazır gepler verirsin. Son yazdıramız mı? Ben şu yaşa girgenden eke xursandman. Şu yaşımda da atam gelip ben tebriklep oturganlar, ben yine de xursandman. İlahim uzak ömür görgeysiz. Yiyin devletli boğaysız. Hemişe işindin aktık, çoluk, yerin, bağlarımızı kurşağında şadı hurrem yaşamak vaktine Allah'ım bergey eke. Bizlerem silene hemmenizi görüp ben dım kuvanıp oturpman, dım. Özümde yok şadman, Xudoya şükür. Bugüne yetirgenine şükür. Xudoyim yine Allah talam ne ömür berip koygan bolsa Xudoyim küngülle hatırcam bolup, tinç olup, dasturxonlarımız tola olup, yine köplep baharlarını görmekni bizlere de Allah nasip etgey. Şu turmuş ortağım bilen birgelikte
Oturuşumuzu Allah buzmagay. Allah Taala bererini yanlışmagay. Ağzımız bir bogay. Hemişe yollarımız açık bogay. Hemme karındaş togallar. Rahmet. Rahmet işi 16. April'de Xuda kalasa bize diri olsak havar kütmengler. Geleverinler. Yine şunu aytamam ben. Havar kütmengler. Uyda olsak bu anı şunu bilseniz de. Xuday Taala kalasa Allah Taala berse nene. Yar, doktor doğru ben bulmasamam soğuklar. Hemmenize rahmet. Sen bulmadın. Sen geldin, bakran bulmadın. İyi ne şu. Savlat to'kib yurgan uyimda, surati bor turgan bo'yimda, bir o'ynasin xursand to'yimda, otamni bir quchoqlab qo'yay, dunyo ishin bir chetga surib, borligida mehriga to'yay, xafa bo'lsa qo'yay kuldirib, otamni bir quchoqlab qo'yay, do'sti bo'lay, sirdoshi bo'lay, bir quchoqlab qo'yay. Şangan dağım bir quchoqlab qo'yay. Ko'nglimga olmay, otamni bir quchoqlab qo'yay. Do'stlarim yuklamay Tebrikler. Quchoqlar. Suyangan tog'im, ishongan tog'im otam. Davlatim boyligim kullagahim men otamman. G'am ko'rmayin ko'zingizda otam, ishonch bordir so'zingizda otam. Suyanganimsiz, ishonganimsiz, yuribman-da davringizda otam. Farzandlaringiz Oyimjon, Bahrom, Xolida, Markaz, Husantoy, Kamoliddin, Shahnoza va musofirdagi farzandlaringiz Sherali Jamoliddin, Nurjahon nomidan sizlarni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim shunday umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar shunday quvonchli kunlarda har doim yoningizda bo'lish hammamizga nasib qilsin. Sizlarni yana bir bor tabriklaymiz. Tebrikleyim. Rahmet. İlahim. Hey, rahmet. Sinem yetirgey. Şunun günlere yetirgey Hudayım. Allah Teala. Yetirgey Hudayım.
Küçük vloger. Şu hakikaten bulanın nedir doğuşunun tarifelerden. Ben bulanlar çok yıldan beri çok bulan nerede şu an benim tecrübesinde yürüyorum. Her bulanlar dünya yaşıyor. Şundan başlayalım abi. Ben bulan bizim başlayalım yaşamayla. Bulan uzun bir günler. Sağlıklı bulayız. Sağlıklı bulayız. Yerden yurttan an oğlan tuğup yaşar. Nasıl ötkeyiz? Bizim doğuları altlısı bir yaşa karavanlık ediyoruz. Çok kabından tam yüzünden. İçinden uzak oldu. Sağlık edilen. Hayat edilen. Her şeyde, değişik kılıp zaten taraftan canımıza oynayın, yüzümüze oynayın, yüzümüze oynayın, ulan çabuk bulup yaşarsın, nasıl edeceğiz? Bunu yaşlamak kanser güzellik görüp, sınamak nasıl edeceğiz? Birbirimizi hürmetimizi yaşarlar, tanırlar. Aynı hayatımızı, hanımızın belası, bütün hayatı habere getirip yaşarsın, nasıl edeceğiz? Hem de Söz nöbeti. Selamünaleyküm dostlar. Eyvallah, dilerim ki doğulgan günleriniz mübarek olsun. Yine gözlerimizin hem hem şöyle hem nafızın. Bana üşük yayan dostlarımız bu işini teşkilleştirgenler adam rahmet. Sağ olsunlar, selamet olsunlar. Yine bunlar yürüttüler. Bugün aziz, benim için aziz insanlar bir yere toplanıp duruptu. Bir insan yürüyüp bir taraftan barayotgan ekan. Ondan farishtalar gelip odam sifatida so'rabdi, qayerga boryapsiz? Men bir yaqin do'stimni qalbini olish uchun qidirib boryapman debdi. Unda do'stingizdan qarzingiz bormidi? Yo'q. Beradigan narsangiz bormidi? Yo'q. Nima uchun qidirib boryapsiz uni desa, unda men Alloh uchun shu do'stimni yaxshi ko'raman. Shuning uchun qalbimdan shu inson bilan bir uchrashish uchun boryapman debdi. Shunda Alloh farishtalar aytganda Alloh aytganki, men shu do'stimni yaxshi ko'rgancha seni yaxshi ko'raman dedi. Shuning uchun men bugun tug'ilgan bir kunimiz, bunday qaraganda oddiy bir kun. Lekin men umr bir narsani
niyet qilib kelganman. Tug'ilgan kunimda hech kimni chaqirmayman. Xabar yuborib. Shu o'zimga amal qilib keldim. Kimlar meni istasa qalbimdan shu insonlar keladi. Bular yaqin do'stlarim. Bular yaqin do'stlarim degan bu kelgan insonlarni Alloh men yaxshi ko'rgancha, bu insonlar meni qancha yaxshi ko'rgancha yaxshi ko'rar ekanlar, ta'kidlamayman. Shuning uchun men bu yerga yig'ilgan vaqtni bir sabablar bilan kela olmay borsam deb o'tirgan insonlarni hammasini men yaxshi ko'raman. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Bu mehrning alomati. Mehr bor. Yashaymiz borliqni sezib. Bo'lmasa yovuzlik tashlardi ezib. Mehr ruhlarda ham yuradi kezib. Umr o'tsa o'tsin. Mehr ketmas. Bir paytlar hamma ham bo'lgan o'sbirin, mehr tufaylidir izlar bir-birin. O'tgan yoshlik qancha bo'lsa shirin, yoshlik o'tsa o'tsin. Mehr ketmas. Kasalga mehrdan ustun malham yo'q. Mehrla insonlar bular ko'ngli to'q, bemehr boqqan ko'z otilgan bir o'q. Qahr ketsa ketsin, mehr ketmasin. Mehr sabab ko'zdan oqizib yoshni. Qayg'uga qo'shilib egarlar boshni, shu sabab mumkindir eritish toshni. Toshlar erib ketsin, mehr ketmasin. Mehr sabab senda sevgi uyg'onar, shu sabab qalbingda muhabbat yonar. Chin do'st faqat seni mehringdan qonar. Har ne ketsa ketsin, mehr ketmasin. Mening qalbimda bir tug'yonni uyg'otdi. Men ichkarida o'tirgan edim. Yaqin insonlar bilan chiroyli ham suhbat bo'lib, meni bu yerga chiqarganda bu kutilmagan bir surprizni men ko'rib qoldim. Ilohim, farzandlarimi hammasi uyushtirgan deb hisoblayman. Lekin kimlardir bosh bo'lib turganini mana aytmadi bo'lishgan edim. Hammasini yanqim aytgan hadisdagi Allohning marhamati ravo bo'lsin. Hammangiz baxtli, saodatli bo'lib, shu yerdagi insonlar, shu yerga kela olmay, vaqt topolmay turgan insonlar, yaqin insonlarim hammasini baxtli, saodatli kunlarimda qatnashib turish bilan nasib etsin. Hammangizga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Kim gaplashacak bo'lsa gaplavering. Yana men so'zlarni ko'p gaplayman. Mendan mikrofonni olsa tartib turgan bo'lmanglar. Hammangizga rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman. Alohida inshi bo'lamdim yaxshi ko'raman. Ota, tashlaganman. Rahmat. Ana, tashlaganman. Rahmat. Rahmat. Boyim Dilzaba. Ochilmas key. Marqisning bolasi. Marqisning bolasi. Ağa, təbrikləyməm. Sizdən təbrikləyməm. Xudoyim shunday ajoyib kunlar hamisha ko'p bo'lsin. Xudoyim yaxshi kunlarda shunday uyingizga hamisha kelib birgaymiz. Uzoq umr tilayman sizlarga, baxt saodat tilayman. Neki orzu umid qilgan bo'lsangiz hammasini erishib, vaqtlik, cho'g'liq, yo'qliklar sevib o'tirgaysizlar Xudoyim. Vaqtimizda sog' bo'lgaysizlar, omon bo'lgaysizlar. Rahmat. Katta bajamisiz. Ko'p yaxshi kunlarda yaxshi tilaklarni hamma aytib kelganmiz. Bu 65 yoshimizda ham bizlarga tilak aytish nasib etdi. Shu iloyim uzoq umr ko'rgaysiz. Men orzu-niyatlar bo'lsak berishingizsiz. Tilakdoshmiz. Bular rahmatdan bilan birgalikda. Mana yanimizda otamam turibdi. Otam odam uzoq umr sog'lik tilayman. Shu Turkmenistonda u bajalarni amaldan tabriklayman. Shu
eng yomon kuningiz shu bo'lsa 100 yoshlardan shunday bilan o'tirib, so'zini bilan o'tirib o'tish nasib etsin. Shu quvonchimizda sheriklar bo'lsin. Yaxshi. Avvalambor tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, shuki narsa bo'lsa, hamma narsaga erishamiz. Xudoyim shu bugun 18 bahorni qarshilayotgan ekansizlar. Haqiqiy yoshlaringizni aytishni xohlamayman. Xudoyim yana shu ko'nglingiz kusagancha yoshlab berib, shuni ikkalangiz qo'sha qarib, shu farzandlarni kamolini ko'rib, yana bir nechta 18 yoshlarni qarshılayverish sizlere nasip etsin. Sizlerning quvonchlaringizda bize hamisha sherik bo'lib, sizlarni tabriklab yurish bizlarga nasib etsin. Tabriklayman yana bir bor. Opamdan doimiz bilmagan obudim var ekan. Men bularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Hamisha tinch omon bo'linglar. Ularning 100 yoshlarga birgaylar. Tinchlik, omonlik bergay. Hamisha hammasi o'ylab yurgaylar. Assalomu alaykum aka. Endi so'z navbatini Axtiqori nomidan Zebin Saha beradi. Bayramdan ko'pini ko'rgaysizlar, iloyim. Baxtimizda sog' yurgaysizlar. Onajonim silmatring kuylasam, so'z topolmayman qanchalar o'ylasam, ruxsat etgin dildaborim so'ylasam, onajonim silmatring kuylasam, onajonim silmatgabam deb bildim, axir vujudingda dunyoga keldim, oyog'ing ostida poyandoz bo'lay, hamma ting kuylasa unga soz bo'lay, haykaling kursalar men pardoz bo'lay, onajonim silmatring, onajonim seni kavam deb bildim, axir vujudingda dunyoga keldim. Dardim to'lib ketsa-da gohi, yig'lab kuyib ba'zan kulaman, bu dunyosi o'tkinchi degan ota sizni yaxshi ko'raman. Oyog'i ostida jannatim, qadrlar qadrimni mehnatim, der Alloh berganim ne'matim, ana sizni yaxshi ko'raman. Bunga tavallud ayyomlarni ko'pini ko'rgaysizlar, bizlar vaqtimizda sog' salomat yurgaysizlar. Oilamizdan arzimas bo'lsa-dan sog'amizni qabul etaylik. Assalomu alaykum azizlar. Og'am bilan bugun tavallud kuni ekan. Xudo xolasa 64 yosh bo'ldi. 64'te doldurib 65 yaşa qaradi. 65 yoshda Kalamgöz demasi yoshi yetti yosh qizning tug'ilganlarining o'zi shu nabiralarni farzandlarni katta baxt, hamisha shu uzoq yashab, shu farzandlara bosh bo'lib, shu bizlarning to'ylarimizda, yaxshi kunlarimizda xizmat qilib, shu to'yda o'tirib bosh bo'lib turmoq sizlarga nasib etsin. Uzoq yashagaysizlar, sog' yurgaysizlar. Hamisha rahmat. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning tarifi u mehri boshqacha. Kirsa qanki 90-100 gacha
ona bor hayotda yashash boshqacha. Ana otasi bayramlaringiz bilan tabriklayman. Chiroylardan sababchisi bo'lgan otam bilan doğum gününüzden için kadına tabriklayman. Umurdayiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib. Ilohim hamisha bizani yaxshi yillarimizda, suygan boshimizda yurib, qo'llab-quvvatlab sizlarni yerga kisholab turmaymiz. Sog' salomat bo'lib. Xudo xolosa keyingi yillar nasib etsa, sizni duolaringiz bilan haj safarlarini yuborish nasib etsin biz farzandlaringizga. Doim bizni burchlarimiz bu. Sog' bo'lib, salomat bo'lib tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Sen nigarda yok muydun sen nigarda? Sen Silenler soğuğumuzu kabul kılmalar prezentleriz namına. Allah'ım sen hiç şu. Yok prezentleriz namına. Ne mi? Sarıncakımda bilgi yok. Gelin efendim. Aslanında kişi prezentleriz namına. Aslan borib çay kalmakan barang var. Hürmetli karındaşlar, oğullarım, kızlarım, kaynağalarım, kayınbikelerim, sinirlerim, ben hemmenizden minnettarım. Bizeni silap gelsinler rahmet. Hudayım silene getirgey. Bizeni hayat tarihimiz geçe. Bu yaşlılığım 16 April günü ertelep bulan üyde şu 16 April günü men geçe yakırrak bulan. Bir günde doğulganımız. İkimizi üyden appardalar atıma. Apparıp bu mektepte işliyken kaynanam. Kavraş bulup şu hafta. Men apam oktuğu çeken. Başlangıç oktuğu. İkisi şurada bir çaravata bizden yatırıp koyarlar. Birimiz oğul, birimiz kız. Anşunlayım benim tarihimiz. Keyin buna apası aytarken sen şu Remecan apamı Rembayken şu kızı bilen bir günde buldun. Men apam aytardı şu Enargül bilen Bektur'dakini oğlu bilen bir günde buldun balam. Sileni giyizip basıp koymağı yaşlık etipte bir keravatta yatırıp koyar dedi. Dep aytardı. Eneler. Yaş adam ne olardı o korkuşlar. Anşuni basıp koymayın da. Onu ben adama dalga gülesinler. Uzun bir keravatta yapkanımız. Benim şunu işitkenmen, bu da şunu işitken. Allah Teala o minnet durgan mı? Allah Teala'm koşup durgan mı? Gelip hayatta bize birleştik. Huda min katına şükür. Bundan ben baktımam. Huda şükür 5 ferzendim var. 4 oğul bir kızım var. Hemmesi üylü, caylı, kesbli, karlı. Hudadan minnettarman bundan. Aktıklarımız bizenikimiz, Hudaniki. 16 aktıkımız var. Yine Hudayım bezek öttürdü. Berişin yanılmagay. Bere vergey Hudayım. Kanadanımız abat bula vergey Hudayım. Hudayım karındaş doğalayla şu günümüze geldi. Hemmenize rahmet. Hemmenize. Bizeni de gelsin de hiç kime indemedik de dünya bu haletler bilmeyledik. Hazır bir Türk'ümüz. Çarıp çıkılar, işgaler. Oğul kızlarımdan minnettarman. Şunu ortaya getirdiler. Bize işlerini işlerini
yetib geldi. Rahmet sana Hacı Buğa. Kudayım senin değil Hacı Buğa. Hacı Ana buluş baktığına Allah'ım şu fırsattan faydalanıp bizlere nasip etsin. Rahmet. Rahmet yegenine. Yine bu sinirmen Hacı yetib geldi. Rahmet emmeydi. Bizleri yaxşı görgəniniz üçün, sevgəniz üçün gəlib dursular. Rahmet emmeydi. Bir xəlt fırsat mən. Yine şu yaşımda atam durup yanımda. 65 yaşında atam 90 yaşında. Başta tebriklerden Bundan da bir xəlt fırsat mən. Bir xəlt başta berdan ki maskeyi aç. Şirem aytaman, rahmet aytaman, minnettarım bulaman. Soğanı bergenler. Tek sağ ama yürgez altımızda. Ülkelerim, İkbal, Enakan, sinirlerim yine, Zümre, Kandizem yine, Rimecan, hemmesine rahmet, bereket olsun. Ko'zlar hali ko'rib turganda, yurak hali urib turganda, o'zingizni ehtiyot qiling. Baxt kelganda suyunib ketmang, g'am kelganda kuyunib ketmang. Sokin yashang, osuda yashang, o'zingizni ehtiyot qiling. Tortishuvda bir gapdan qolib, noxush gapni hazilga olib, dil ozonin Xudoga solib, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sog'liqni qadrini yetinglar. Avvalambor sog'liq, sog'liq bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Rahmat hammangizga. Tabriklayman yana bir bor.